Xo'p do'stlar, hammaga salom. Sizlar bilan Tech Rasul va bugungi videoda Green Card qachon ochiladi, qanday qilib yutish imkoniyatini ko'paytirsa bo'ladi va men ko'pchilikdan so'radim, o'sha Amerikada Green Card yutib ketganlar bilan, migratsion advokatlar bilan Instagramda Green Card bo'yicha hamma videolarni ko'rib chiqdim. O'zimning shaxsiy tajribam orqali men sizlarga aytaman, Green Card qachon ochiladi va yutish imkoniyatini kengaytirish bo'yicha zo'r qo'llanma qilib beraman. Avval xudo, bu yutish hech kim javob bermaydi, lekin kamida 2 barobar, 3 barobar yutish imkoniyatingiz oshadi. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, men sizga batafsil qilib mana shu mavzular haqida kengroq qilib, bemalol qilib tushuntirib beraman. Like bitta bosib qo'yinglar, bir dona like, chunki Green Card ochilgan vaqtda qanday qilib to'ldirishni o'rgataman va bu O'zbekistondagi eng migratsion foydali kanallardan biri. Bu yerda tekin vakansiyalar, video darsliklar, Angliyaga mavsum ish bo'yicha, anketa to'ldirish bo'yicha video darsliklar joylab boradi. Xullas, bu oddiy xalq uchun, ya'ni firmaga, birorta bir firmaga chetga chiqish uchun, sayohat uchun, ish uchun yoki boshqa mavsum ish uchun firmaga biron so'm pul bermayman deydiganlar uchun bu YouTube kanal. Sizning kommentariyangiz ko'p like yig'sa, Green Card ochilgunga qadar 3 kishini anketasini tekinga o'zim to'ldirib beraman shaxsan, biron so'm xizmat haqqi olmasdan $1 to'lovni ham o'zim qilib beraman. Shuning uchun albatta kommentariyada fikringizni yozib qoldiring. Men o'zim ham like bosib qo'yaman sirazi. 2025-yilda 18-sentyabrda Green Card pauzaga qo'yilgan vaqti nima uchun pauzaga qo'yildi? Umuman o'zi Green Card admin bo'lib ketishi mumkinmi? Men shu haqida batafsil ma'lumot berganman. Videoni ko'rib qo'ysanglar bo'ladi. O'sha video haqida qisqacha men aytganman bu videoda, Green Card yopilib ketmadi. Xo'p, endi muhim xabar, ya'ni xulosamiz shundaki, hozircha Green Card rasman butkul yopilgani yo'q. Hozircha mana shu, lekin to'xtatilish yoki qat'iy o'zgartirishi mumkin. Green Card ochiladi, faqat ozroq vaqt o'tishi kerak. Menda ikkita fikr bor edi. Birinchi fikr, Trump turistlar uchun koridor ochib bermoqchi. Bilasizlar, 2026-yilda Jahon chempionati Amerikada ham bo'lib o'tadi. Bir qismi Amerika, Meksika, Kanada. Va migrantlarga qaraganda bitta turist migrantga nisbatan 5-6 barobardan 15 barobargacha ko'proq pul beradi. Amerikaga pul tashlab keladi. Shunaqa fikr bor edi, baribir ochilardi Jahon chempionatidan keyin degan fikrim bor edi. Va yana bitta fikrim bor edi, bu Amerika o'sha Eronga hujum qilgandan keyin shu fikr tug'ildi va urush boshlanmoqchi Trump va migrantlarni o'zining davlatdan chiqarmoqchi. Venesuela fuqarosi bo'lishi mumkin, bu Eron fuqarosi bo'lishi mumkin. Amerikani o'zida o'sha urush boshlaganlar qanaqadir namoyish o'tkazmoqchiligi uchun ham degan fikrda edim. Xullas, nima bo'lgan taqdirda ham xullas yaqinda xabar chiqyapti. Bu xabarlar 100% ishonchli emas, 90% ishonchli. Amerikani ishonchli saytlarida 10-aprel kuni yangilangan qarorlar qabul qilinadi degan xabar. Va mana shundan keyin O'zbekistondagi Instagram tarmog'ida, Telegramda, hali YouTube'ga men ko'rmadim birorta video Green Card bo'yicha. Shunaqa xulosa bo'lyaptiki, 10-aprel kuni Green Card ochiladi. Yo'q, unaqa emas. Ya'ni Green Cardning o'zgarishlari shunda hozir. Birinchi o'zgarishi bu $1 bo'ldi. Bu haqda ham video qilgandim. $1 bo'lgan. Bu yangilik emas, lekin shu paytgacha to'lov qilinmagan. Oxirgi o'ynalgan 2024-yilda, 2024-yildagi anketa to'ldirilganda ham $1 xizmat haqi olinmagan. Bu yangi qaror 10-apreldan kuchga kiradi va bu qarorning ichida O'zbekiston fuqarolari bilishi mumkin bo'ladigan joyi bu Zagram pasport. Zagram pasport albatta sizda bo'lishi shart. Siz ID kart orqali, yashil pasport orqali anketa to'ldira olmaysiz. Mana shu ikkita asosiy, eng asosiy qaror qabul qilinadi 10-aprel kuni. Xo'p, endi Green Card qachon ochiladi? O'sha 10-aprelda aniq bo'ladi. Mening taxminim bo'yicha Jahon chempionatidan keyin qo'yish mumkin. Yana o'sha fikrimdaman.
ya'ni sentyabr oktyabr oyida ochish mumkin yoki 10-aprel kuni xabar qilinadi, sentyabrgacha ochib qo'yish mumkin. Ya'ni mana shu yil aniq o'ynaladi, xudo xohlasa. Endi eng muhim narsa bu yoqda limit degan narsa bor. Bu o'zbeklar uchun juda ham yomon xabar bo'lishi mumkin. Sababi O'zbekiston o'sha 2021-2022 yilda dunyo reytingida 1 millionta o'zbek o'ynagan o'sha yili green cardni. Bu plyusi bor, minusi bor. Hozir tushuntiraman. Plyusi qancha ko'p odam o'ynasa green cardni qonun qoidasida bitta davlatdan qancha ko'p odam o'ynasa o'shancha ko'p foizda, masalan 5% atrofida yutganlar soni bo'ladi. 5% dan ham kam o'zi. Xullas, ko'p odam o'ynasa ko'p yutuq bo'ladi o'shanga nisbatan. Endi limit degan narsa bu qaysi davlatning fuqarolari 50 mingta bo'lsa Amerikada va ular green card yutib kelgan bo'lsa, o'sha davlat uchun anketa to'ldirish yopiladi. O'zbekiston aktivligiga qaraganda, ko'p odam o'ynashiga, ko'p odam yutishiga qaraganda, ancha yildan beri o'ynab kelayotgan davlatligiga qaraganda bu limit 2026-yil anketa to'ldirish emas, 2027-yil yoki 2028-yil to'lib qolishi mumkin. O'shaning uchun mana shu yil green card to'ldirib o'ynash kerak. Maksimum ko'proq. Xo'p. Yutish uchun nima qilish kerak? Birinchidan anketani to'g'ri to'ldirish kerak. To'g'ri. Chunki O'zbekistonda statistika bo'yicha o'rtacha 5000 ta odam yutsa, uni 2,5 mingtasi Amerikaga viza oladi elchixonadan. Nima uchun 2,5 mingtasi viza ola olmaydi, Amerikaga keta olmaydi degan bo'lsangiz, rasmni xato yuklaydi birinchi o'rinda, ikkinchi o'rinda ism, familiyani xato yuklaydi. Men o'zimga shaxsan Telegramdan 6 kishi, 7 kishi green carddan отказ oldik. Rasul, maslahating kerak. Indoneziyaga borib, Dubayga borib, Amerika elchixonasiga qayta topshirib ko'rsammi, apellyatsiya bersammikan deydigan narsa bo'lgan. Ularda rasm xato yuklangan plus ba'zi birlarda ism, familiya xato yuklangan. Kimdir ismiga Jonxon qo'shilgan, shunchaki anketa to'ldirayotgan vaqtida pasportga qaramasdan qaysidir firmalar, ba'zi bir qo'shniqchidagi ba'zi bir odamlar ehtiyotkorlik bilan to'ldirilmagan. Green card yutgan, xursand bo'lgan, xarajatini qilgan, firma to'lovini qilgan, elchixonagacha borgan vaziyatda отказ berib turibdi. Sabab rasm, ili qanaqadir harf yoki raqam tushib qolgan. Ehtiyot bo'lish kerak do'stlar. Agar kimda kim xohlasa, bizda green cardni to'ldirib berish xizmati bor. Individualni hozirdan hujjatlarni yig'sanglar bo'ladi. Har bitta rasmlaringni ofitsialniy green cardni sayti orqali o'tadimi, o'tmaydimi aniqlab berib, individualni yondashilinadi. Erta mabodo green card yutib qolsangiz ham ko'ngil xotirjam qilib, xarajat qilib elchixonagacha borasiz. Ya'ni bizda anketa to'ldirib berish xizmati bor. Kimga kerak bo'lsa kommentariyada va описаниеda lichka bor, lichka qoldiraman, aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Xo'p, endi limit o'z yo'liga. Green card qachon ochilish haqida taxminiy xulosani aytdim. Xulos yopilib ketmagan va men ikkita video qilganman. Green card pauzaga qo'yilgan vaqtda ko'p kishi kommentariy yozgan. Qanday miya kerakki, sen gapni olib qo'shma, green card yopilib ketdi, endi hech qachon unaqa bo'lmaydi. Men faktiski dalili bilan Amerikan qonun qoidasidan kelib chiqqan holatni isbotlab berganman. 3 ta holat yopilishi mumkin. Birinchi o'rinda xavfsizlikka o'sha green card yutganlar ta'sir qilsa, u 2 ta odam o'lgani bilan teraktda xavfsizlikka ta'sir qilinmaydi. Chunki Trumpning o'zi mana ICE'larni yollayapti, o'sha noqonuniy ishlayotgan Amerikadagi migrantlarni yollayapti-da. Migrantlarni ushlash jarayonida 4 ta 5 ta odam o'lib ketdi. Kim green card yutib kelganlarda, endi ba'zi bir holatlarda ko'p odam kirib kelsa, ba'zi bir holatlarda shunaqa bo'lib turadi. Bu tabiiy holat. Trumpning o'zini ICE'lari 5 tadan ko'p adashmasam odamni o'ldiryordi-da. Yani ikkalasi teng bo'lmayapti buni. ICE'lar zarar keltiryapti ko'proq. Teng bo'l Amerika fuqarosini o'ldiryapti. Teraktda bo'lgan hodisada 2 ta odam bo'lgan, adashmasam ikkalasi ham chet el fuqarosi, lekin bittasi O'zbekiston fuqarosi edi. Xo'p,
Xulosa shundaki, yana bitta narsa do'stlar, yutush imkoniyatini qanday qilib ko'paytirsa bo'ladi? Oddiy deylik, o'rtacha o'zbekistonlik oila 5 kishi bor, ota, ona, 3 ta farzandi bor deylik. Bu degani, agar 3 ta farzandinglardan uchalasi ham yoki qaysi biri 11-sinfni bitirgan bo'lsa, o'zi alohida anketa to'ldirib o'ynashi mumkin, alohida o'zi bo'ydoq sifatida. Va yoki 9-sinfni bitirgan bo'lsa, 3 yil kollej yoki litseyda o'qigan bo'lsa ham o'zi alohida anketa to'ldirish mumkin. Xullas 11 yillik ta'lim bitirgan bo'lish kerak. Bizda 9 yillik bor, 12 yillik bor. Tushunarlimi? 11-sinf yoki 9-sinfni bitirgan bo'lsa ham o'sha litsey yoki kollejni bitirgan bo'lish kerak bo'ladi. Mana shunaqa holatda 5 ta anketa bo'ladi. Bu 5 marta green card o'ynaysizlar degani. Faqat bitta anketa to'ldirsanglar, bu bitta bo'ladi. U chiqish foizi juda kam bo'ladi. Masalan, er-xotin deylik, eriga bitta anketa to'ldiriladi. Uni ma'lumotlarining ichiga ayolning ma'lumotlari va farzandlarining ma'lumotlari, rasmlari kiritiladi. Agar ayol o'ynayotgan bo'lsa ham shuni teskarisi 2 ta anketa bo'ladi kamida. Xo'p do'stlar, bu kanalga obuna bo'lib qo'ying. Agar yangi bo'lsangiz, like bosib qo'ying, kommentariyada fikr qoldiring. Sizning fikringiz yoki savolingiz juda ham ko'p like yig'sa, 3 kishini kommentariyasi 3 kishiga o'zim tekinga to'lovlarni ham qilib, rasmlarni tekshirib, individual ravishda yondashib, anketasini to'ldirib beraman. Hammaga rahmat. Albatta kommentariyada o'zingizni fikringizni qoldiring. Juda ham muhim. Like va obuna esdan chiqmasin. Hammaga rahmat. Sizlar bilan Tinch Rasul. Yangilik bo'lsa albatta birinchi Telegram kanalimda men joylayman. Telegram kanalim va lichkamni mana shu videoni albatta kommentariya qismida qoldiraman. Hammaga rahmat. Bye.